Uyalmayapsiz jigari. Hech bo'lmasa kommentga nasib qilsin deb yozib keting. Bitta like jigarilar bor. Boshidan ko'rishligi. Akamiz Surxondaryodan Toshkentga taksi qilar ekanda. Bir kun 4 ta odamni olibdi-da yo'lga chiqib. Oldida o'tirgan bobo 70 lardan oshgan bobo ekan. Yo'lda ketayotganda boboni mazasi qochib qoldi. Boyagi shopir aka ko'p bansalarga to'xtabdi, ko'p aptekalarga to'xtabdi, yo'llarda to'xtab boboga yordam berdi. Har bir viloyatda bansalarga kiribdi-da. 3 ta klient aytibdiki, aka, boboni shu yerda tashlab ketaylik. Yaqinlari, o'g'illari kelib o'zlari olib ketadi. Ko'p vaqtimizni yo'qotyapmiz, bu sozda qachon Toshkentga yetib olamiz deb. Boyagi bobo ham xijolat bo'lib, o'g'lim meni shu yerda tashlab ketavering, o'g'illarim kelib olib ketadi deb aytdi. Boyagi shopir aka ko'nmabdi. Men hali shu paytgacha taksi qilib, yarim yo'lda odam tashlab ketmaganman. Bundan keyin ham tashlab ketmayman. Bobo sizni o'zingizni manzilingizga olib borib qo'yaman deb. Va yo'lda davom etibdi. 10 soatlik yo'lga boyagi akamiz 24 soatda kirib ketdi. Boboni manziliga tushiribdi. O'zi 200 ming so'mga dagovor qilgan ekan. O'sha 200 dagovordagi 200 ming so'm pulni olibdi-da, bobodan duoni olib, roziligini olib ketibdi. Oradan vaqtlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Boyagi shopir akani akasini o'g'li bir qizni yaxshi ko'rar ekan. Akasi bilan yangasi 5 marta sovchilikka borsa ham qizni bermagan ekanda. Biz begona joyga qiz bermaymiz, begona joyga qiz uzatmaymiz deb bermagan ekan. Yangasi boyagi akamiz oldiga yig'lab kelibdi-da, yuring siz ham sovchilikka bir boring, gapga chechanroqsiz. Zora sizni gapingiz bilan shu qizni bizga berishsa deb yig'labdi. Boyagi akamiz kulib, sizlar 5 marta bordilaring bermagan, men 1 marta borsam berarmidi deb javob beribdi. Va yangasiga rahmi kelibdi-da, akasini, yangasini, o'zini ayolini o'zi o'sha qizni uyiga sovchilikka boribdi. Sovchilikka borib darvozadan shunday kirsa, ne ko'z bilan qarasin boyagi bobo turganmish-da. Bobo akani ko'ribdi-da, qo'radagi qo'yni olib chiqinglar deb aytibdi o'g'liga. Hamma hayron bo'lgan, qo'yni olib chiqibdi, boyagi akani oyog'ining ostiga shunday so'yib yuboribdi. Keyin boyani akani taksi deb o'ylagan, biz bu odamlarga qiz bermaymiz. Uka sizni o'zingiz tushuntirib qo'yavering desa, keyin akamiz aytdi, aka, bobo, men taksi emasman. Men shu odam ukasi bo'laman. Sizni uyingizga sovchilikka keldik. Agar to'g'ri kelsa bering desa, boyagi bobo aytgan ekanda, mana endi qizimizni sizlarga beramiz. Mana endi sizlar bilan quda bo'lamiz deb javob bergan ekan. Birgina akani qilgan yaxshiligi bilan, birgina ko'nglini olgani bilan ikki tomon quda bo'lib ketgan ekanda. Shundan yaxshilik qilishdan to'xtamanglar akalar. Uyalmayapsiz jigari. Hech bo'lmasa kommentga nasib qilsin deb yozib keting. Bitta like bosib qo'yadigan jigarilar bor. Boshidan ko'rishligi bilan.